Ahmetcan Qasimi Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining Rais Cumhuri hurmatlik Ahmetcan Qasimi 1914-yili 4-ayning 14 kuni G'ulji shahrining Do'nko'rik mahallasidagi nomrod bir Mo'zdoz oilasida dunyoga kelgan. Ahmetcan Qasimining ismi Ahmetcan Qasim debmi ataladi. Uning dadasining ismi Nodir aka. Apsının ismi Sharvanixon bo'lib, G'ulji shahrining o'ng tarafidagi Ilivangning musofir ko'chmanlari turadigan hujurlarining birida ijara to'lab o'tiradi. Nodir aka mo'zdozlik qilish orqali oilasini qamdaydi. U keyincha to'g'ri ko'vrikdagi bir uyga ko'chib keladi. Ahmetcan Qasimi mana mushu uyda dunyoga keladi. Nodir aka keyin qiyinchilik sababidan bu uydimi o'ltirib bo'lolmay 1920-yili kech kuzda oilasi bilan Suydong nahiya bozoridagi tuqqanlarining qishiga ko'chib keladi. U har xil soz chalish, usul o'ynashni yaxshi biladi. Suydongga ko'chib borgandan keyin xalq ichida naqsha aytishga mohir sozchi deb nom chiqib ketadi. U yillarda Suydongda Qosim Komsha degan bir lükchak bo'lib, u mashrablarga, jamoat so'rinlarga mushtum zo'rliq bilan egidorchilik qilib olgan edi. Nodir aka yuvosh, lekin o'tkir so'zlik, xushchaqchaq odam bo'lganligi uchun eliqi Komshaning yomon illatini hazil qilib qo'yib, uning o'chmanligini qo'zg'ab qo'ydi. Buningga chidamagan Qosim Komsha bir bazmida Nodir akani qastlab o'ltirgizib yetdi. Arqadanla Ahmetcanning hadisi Jannatxon ig'ir kasal bo'lib, yetimlikda davolanish mumkin bo'lmay o'lib ketadi. Bu ig'ir musibatlardan keyin andala 6 yoshdan oshgan Ahmetcan va opsi Sharvanixon texmi qiyin kunlarda qoladi. Bularning ahvoli Ahmetcanning cho'ng dadasi, ya'ni Sharvanixonning opisining aksi, Chilpangzilik Kivir akaning qo'lqiga yetadi. Kivir aka bularni o'z oilasiga yo'tkab keladi va Ahmetcanni garchi maktab yiroq bo'lsa-mu, attigan kashda o'zi opirib akilib o'qitadi. Ahmetcan maktabda bakmi yaxshi o'qiydi. Anasi o'g'lidan nihoyatda xushal bo'ladi. Shunga harg'an oshqiniga qarmay o'g'lining yaxshi o'qishi uchun boshqalarning kirqatlarini yuyib, ninini yiqib berib, o'g'liga sharoit hozirlab berdi. U boshlang'ich maktabni a'lo natija bilan bitirdi. Kivir aka uningga o'z o'g'lidek qaraydi. Vaqtning o'tishi bilan Sharvanixon onani kasal chirmab, turib-turibla esidan ketadigan bo'lib qoladi. Bundaq chaqlarda Ahmetcan opisining qishidan neri bo'lmaydi. Yo'qsullik va yetimlik ona balaning o'z ara mehr muhabbatini texmo cho'nqurlashtirdi. Ahmetcan kichik bo'lsa-mu, opisining tortgan azob oqibatlarini tushunib yetgachga tirishib texim yaxshi o'qiydi. Bu vaqtda Kivir aka Ahmetcanni, ya'ni boshqa cho'ng shaharlarga opirib o'qitishni o'ylab qoladi. Bu kunlarda 1926-yili Sovet ittifoqiga chiqib ketib, Yarkent shahrida turib qolgan tog'isi Umar Qosim tijorat bilan aksi Kivirning oilasiga kelib qoladi. U Ahmetcanning alohida tirishchanligini ko'rib, mehri tushib qoladi. Shuning bilan Umar Qosim Kivir aka bilan maslahatlashib 1934-yili Ahmetcanni opisi bilan ilib ketib Toshkent shahridagi Doriltamga o'qishga berdi. Bu Sharqiy Turkistonda Shinsay, ya'ni 1897dan 1970-yillari hokimiyati tiklanib, Shinsayning Sovet ittifoqi bilan do'stlik o'rnatgan davri edi.
Şoңa bu çağның özüdə Şərqi Türkistandakı hər millət xalqının ayni vaqtdagi ehtiyacıға asasən bir türküm yaşlar Toshkentga o'qishga avatilgan edi. Ana shu birinchi qarallik Şərqi Türkiston sinfida Ahmadjonmu o'qiydi. U alohida o'qish natijasi bilan bu maktabni a'lo natijada bitirdi. Birinchi qarallik Toshkentchilar o'qishni bitirgandan keyin vataniga qaytgan bo'lsa-mu, Ahmadjonning oilasi Toshkentda bo'lganlikdan qaytolmay turib qoladi. Bu chaqda Sago instituti uning o'qish natijasining yuqorligi va uning davomli o'qish orzusining borligini ko'zda tutib, maktabning tuzumi bo'yicha diplomni uning qo'liga bermay, yuqori bilim yurtiga yo'llab etadi. Va 1937-yili Ahmadjonni Moskva Sharqiy tillari institutiga o'qishga avatadi. U bu maktabni nihoyatda yaxshi natija bilan bitirdi. Ahmadjon ona vataniga 1942-yili kech kuzda cho'chak orqali qaytib keladi. Ahmadjonning Sharqiy Turkistonga qaytib kelgan vaqti Jallod Shinsayning texmi g'aljirlashib, Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur ziyolilari, mo'tavar nopozliq zotlar, har millatdan bo'lgan ko'zga ko'ringan ilg'or shaxslar, boylar va kommunist a'zolarini turkumlab tutqun qilib, faşistik qirg'inchilik elib berayotgan vaqti bo'lib, bu yillarda butun Sharqiy Turkiston go'yo usti ochiq turmaga aylanib qolgan edi. Ahmadjon Cho'chak shahridagi jasuslarning qatma-qat tozoqlaridan salomat o'tib, 1942-yilining oxiri G'o'ljiga qaytib kelib, kichik dadasi Nasir akaning uyiga tushidi. U bu vaqtda har ehtimolga qarshi ehtiyot qilib o'zining familiyasini, ya'ni Nodirning o'rniga o'zini tarbiyalab yetildirgan tog'asi Ömerning familiyasi Qosimni qo'llanib, G'o'ljiga kelgan kundan boshlab o'zini Ahmadjon Qosimi deb ataydi. Yosh Ahmadjon Qosimi dushmanning abdi bashirisini aniq bilgachga bir mazgil yoshirinib yuriydi. Keyinchalik Nasir aka uni o'zining jamoat orasidagi obro'yiga tayinib G'upur Jarullayo degan yigit boshchiligidagi mashrab bazmilarga billa elib boradi. Bu chaqda Shinsay G'o'lji shahrida nupussizlarni yig'ish deb bir buyruq chiqaradi. Shunda qilib, paylab turgan hukumat bir kechadala nupus yo'q degan bahona bilan Ahmadjon Qosimini tutqun qildi. Bu voqeadan keyin Nasir aka va G'upur Jarullayo boshchiligidagi bir qism jamoat yuqori tövanga yo'l minib, par berib yurib, uni bir haftadan keyin turmadan salomat qaytarib chiqardi. Yosh Ahmadjon Qosimi zulmat turmisi ichidagi ichinishliq voqealarni o'z ko'zi bilan ko'rib, tajovuzchi Xitoylarning mohiyatini tushunib yetdi. Azob oqibat ichida hasrat chekayotgan xalqning his tuyg'ulariga o'rtaq bo'lishini o'ylab, xalq ichiga cho'kib, o'yma-o'y yurib, xalqning azob oqibatlik turmushini ko'zdidi. U dastlabda Madikor bozoriga berib, madikorchilik qilg'ash yetimchi, musofirlar bilan ham suhbatda bo'ladi. Hukumat organlaridagi parazitlarni bayqash uchun aynakchilik, ko'mirchilikdek ishlarni qiladi. Bu ishlar ko'rinishda uning turmush yo'li bo'lsa-mu, amaliyotda jamiyatni, xalq turmushini texmo yaxshi tushunishi uchun muhim rol o'ynaydi. 1943-yilining bosh bahor chog'lari Shinsay Ahmadjon Qosimini yoshirin vaqa tarqatdi. Odam to'pladi degan tuhmat bilan yana tutqun qiladi. U dastlabda 3-4 oy G'o'lji turmasi, keyin O'rimchi turmasiga qamaladi. Shinsay uni har xil usullar bilan qiynab, hech narsaga erisholmay, 1 yildan keyin qo'yib berishga majbur bo'ladi. Ahmadjon Qosimini bu 1 yillik turma hayoti
va turmalarda azob chekayotgan har millat begunoh xalqining ohuzori tavlab chiqadi. U turmadan chiqqan kuni Kech Abdurahmon Mahsum, ya'ni 1870 dan 1955gacha uni chaqirtib kelib Yanxan Tatar masjidi orqasidagi Xo'ja Ahmad qo'rosida ko'rishib, bir qancha kun ichida Ahmadjon Qosimning salomat G'uljiga qaytib berishi uchun yordam qiladi. Ahmadjon Qosimning ikkinchi qitim turmadan chiqishi uni taniydiganlar uchun cho'ng xo'shallik bo'ladi. Uning turar joyi yanada tog'isi Nasir akaning uyi bo'ladi. U bekar vaqtlarda bir kunmi bo'sh o'tkazmasdan vali mahkamasining Ma'arif idorasiga qarashliq kitobxonasiga kirib, kitob o'qish bilan mashg'ul bo'ladi. Ayni vaqtda kitobxonada bir necha tillik qomuslar, klassik asarlar bo'lib, uning bu kitoblarni zehn qo'yib o'qishini ko'rgan kishilar bu aynakchining bilimiga hayron qoladi. Uning yozgan xatlari shundoq chiroyli, ratlik edi. Maktabga ko'mir setishga xushtor edi. Maktabga olaman desa, bo'ptila iling deb arzonla berib o'tdi. Ahmadjon Qosimi o'ttiri bo'y, kelishgan, chehri bug'doy o'ng, ko'z qoshlari to'm qora, qisqa burutliq, ko'rinishi yiqimliq, tabiati sehiy inson edi. U aql farosatlik, insof diyonatlik, vazmit eg'ir besiq, samimiy kishi edi. Ahmadjon Qosimi oliy ma'lumotliq bo'lib, Uyg'urlar tarixini xeyli cho'nqur o'rgangan, uyushtirish, tashkillash qobiliyatiga ega bir bilimli kishi edi. Ahmadjon Qosimi Maynur Qosim, ya'ni 1929-yili tug'ilgan bilan to'y qilganda 30 yoshlarda bo'lib, Adolat Qosimi, Odiljon Qosimi ismli qiz o'g'il farzandlari bo'ladi. Ularning turmushi yo'qsizlikda o'tsimi, bilindirmay kun kechirdi. O'limdan qaytgan mahbus degan kitobda Ahmadjon Qosimning ayoli Mahinur Qosimga munosabatlik shundoq bir voqea tilga ilinib o'tilgan. Shu chaqda Robiya Qodir Beyjingga kelib, oyim Azizi, ya'ni Sayfiddin Azizning ayolining qattiq talabi bilan uning uyiga tushgan hamda 15 kundek billa bo'lib sirdoshqini rost edi. Robiya Qodir oyim Azizi bilan mungdashqanda u Mahinur xonimning g'ayvetini qilib, Ahmad apandining cho'ng xotini Dangdar Bay, Panturkist birsining qizi edi. U yuqori ma'lumotliq va millatchi bo'lib, Ahmad apandimga mustaqillik to'g'risida cho'ng ta'sir ko'rsatgan edi. Ruslar buni bilib qilib, uning cho'ng xotinini bexatarlik masalasi deb Sovetga ilib chiqib ketib, Mahinurni zo'rlab ilib bergan. Cho'ng xotini oxirgacha uning nikohida edi, degan edi. Shu kunlarda Ahmadjon Qosimi oralab bir necha kun uyga kelolmaymi qolatdi. Shunlashqa Mahinur xonim va uning dadisi Abobakri akalar, siz undaq kunlab yo'qab ketmang. Biz ansiraydiganmiz. Hozir xalq orasida nilqiliq 6 o'g'ri chiqibdi degan so'z tarqalyotdi, deydi. Ahmadjon Qosimi ularga, ansirmanglar, ular 6 o'g'ri emas, deb javob berdi. Ular shu chaqda bu javobni anglab hayron bo'lganligini hozirmi ig'izidan tusharmaydi. Demisimi, uzoq o'tmay Sharqiy Turkiston milliy inqilobi portlaydi. Bu inqilob dastlabda Fatih, Akbar, G'ani Baturlarning rahbarligida Nilqi nahiyasidagi Ulastaydan boshlanadi. 1944-yili 10-oyning 7-kuni qo'zg'olonchilar Nilqiga besib kirdi. 11-oyning 5-kuni G'uljiga qarab ilgirlaydi. 7-kuni G'ulji shahri Xitoylardan asosiy jihatdan ozod qilinib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyati vaqtliq hukumati quriladi. Davlat armiyasining
qurilishi. 1945 yili 4 ayning 8 kuni poytaxt G'ulji shahrining g'arbidagi cho'ng maydonda 10 minglagan kishi qatnashgan cho'ng marosim o'tkaziladi. Rais Cumhur İlixan Töre Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti davlat armiyasining rasmiy qurilganligini jakarlaydi. Dağıdığılık ötküzülgen bu murasimda Sharqiy Turkiston Milliy Armiyasiga tug' tapşırış murasimi ötküzülüdü. Davlat armiyasining baş komandani I. Polinov bulup, muavin komandanlarga zunun tiyip, yani 1917'den 1984 kice Isaq Bey Mununovlar tayinlenidu. Ayni vaqtda Sharqiy Turkiston armiyasining jami 15 ming jangchi ofitseri bo'lib, ular 14 qismga bo'linadi. 1945 yili Sharqiy Turkiston davlat armiyasi Xitoy armiyasiga qarshi g'alba sari ilgirlab, Urumchiga 140 kilometr keladigan Manas daryosi bo'yigacha qo'g'lab kelganda Sovet ittifoqining qattiq besim qilishi natijasida amalsiz to'xtashga majbur bo'ladi. Bu voqeadan keyin uzoq o'tmay Sharqiy Turkiston hukumatı yana Sovet ittifoqining qattiq majburlashi ostida millatchi Xitoy, ya'ni Kuomintang hukumatı bilan urush to'xtatish kelishimi imzolashga majbur bo'ladi. Ahmadjon Qosimi boshliq Obulxayri Töre, Rahimjon Sabir hojilarni Urumchiga vakil qilib avatidi. Millatchi Xitoy taraf bo'lsa, yuqori darajalik amaldori Zhang Jizhong, ya'ni 1890 dan 1969 gacha boshchiligidagi vakillar o'mikini avatidi. İki taraf vakillari 8 oyga so'zilgan suhbat orqali oxiri 1946 yili 1-oyning 2-kuni 11 moddalik tinchlik bitimga imzo qo'ydi. Cho'ng suiqasd. Kommunist Xitoy Gongchandang millatchi Xitoy Kuomintangni mag'lub qilib, Xitoy zaminini hokimiyati ostiga olgandan keyin 1949 yili 10-oyning 1-kunini Xitoy Xalq Cumhuriyetining qurilish kuni qilib e'lon qiladi. 8-oyning 11-kuni G'ulji shahridagi Sovet ittifoqi elchixonasining bosh elchisi Dobashin Rais Cumhur Ahmadjon Qosimini elchixonaga chaqirib, siz boshliq vakillarning 10-oyning 1-kuni Xitoyning Beyjingda ochiladigan qurultayga qatnashish uchun Mao Zedong bilan Stalin janoblarining taklif uqtirishlarini topshirib olg'aysiz, deydi va mangadigan tarixini mu qo'shib qo'ydi. 1949 yili 8-oyning 22-kuni Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining Rais Cumhuri Ahmadjon Qosimi, Isaq Bey Mununov, Dalilqon Sugurbayev, Abdukerim Abbasov, Abdurashid Iminov, G'ani Kerimov, Ahmadjon Qosimining muhofizachisi Osmonjon qatorliq 7 nafar vakil va Loji ismli bir kommunist Xitoy tarjimon 8 kishi bilan mashinaga o'ltirib, Sovet chegarasidan o'tib, Qozog'istonning markaziy Olmutoga yetib boradi. Ahmadjon Qosimi qatorliq rahbarlar Olmutoga yetib borgandan keyin 8-oyning 24-kuni atdigan Sharqiy Turkiston vakillari bilan suhbat o'tkazadigan bir Rus va bir nafar qozoq vakil Moskvadan aeroplan bilan yetib keladi. Ikki taraf o'ttirisidagi suhbat hashamatlik bir binoning 2-qavatida ilib beriladi. Bu suhbatda Sovet jasuslik idorasining xodimlari tarafidan Bishkekdan maxsus ilib kelingan Hakim Jabbarovich ismli bir Uyg'ur tarjimonlik qiladi. Suhbat boshlanadi. Rus vakil yangi Xitoy vakillari bilan kelishimga asosan bu vakillar Beyjingga berib, birinchi navbatlik siyosiy maslahat kengashiga qatnashishi kerak.
Bu kengashda kun tartibga qo'yiladigan masalalar va shu masalalarga bizning munosabatimizning qandoq bo'lishi haqida bir fikrga kelishimiz kerak. Men ulug' doimiz yo'ldosh Stalinning ko'rsatmalarini bejirish vakolatchisi bo'laman. Shu narsa bizga ma'lumki, siyosiy maslahat kengashida Xitoy Xalq Jumhuriyatining e'lon qilinishi va Xitoy chegarasining bir butunligi asosiy masala bo'ladi. Vakillarimiz bu haqdagi qarashlarini, munosabatlarini bayon qilishi va nihoyat Moskvaning pozitsiyasini asosiy dastur qilishimiz shart va lozim. Tarjimon bu so'zlarni birma-bir tarjima qilib beradi. Ahmadjon Qosimiy va G'ani Kerimovlar tarjimaga ehtiyoji tushmagan holda bir narsalarni xotirlab o'ltirdi. Abdukerim Abbasov qilingan tarjimani Loji degan Xitoyga Xitoycha yetkazdi. Rus vakil: "Qani yo'ldosh Ahmadjon Qosimov, aytingchi, siyosiy maslahat kengashida Xinjiang Xitoyning ayrilmas o'lkasi degan tizis o'ttirib qo'yilsa, qandaq ifoda bildirsiz?" Ahmadjon Qosimiy hur, mustaqil Sharqiy Turkiston da'vogari sifati bilan ichki tuyg'ularini aniq va ochiq izhor qiladi. Sharqiy Turkistonga mustaqil, o'z-o'zini boshqarish huquqi berilishi, bu huquqni siyosiy maslahat kengashi e'tirof qilishi shart. Rus vakiliga Ahmadjon Qosimiyning so'zlarining mutlaq ma'qul tushunmaganligini uning qiyofatidan, qo'lidagi qalamini ustalga urib turishidan bilgili bo'ladi. Rus vakili o'zini mag'rur tutgan holda so'z boshlaydi. Ulug' vatan urushida Gitler fashizmni yanjib tashladik. Xitoyga qarshi urush qilgan va bizga jiddiy xavf tug'dirgan Yapon militarizmini taslim qildirdik. Yangi Xitoyning ozodligi va bir butunligi hozirgi davrning eng zo'r talabidir. Tarixda Xinjiang G'arbiy o'lka Xitoyning G'arbiy o'lkasi deb qayd qilinganligini inkor qilib bo'lmaydi. Biz Xinjiang Xitoyning ayrilmas o'lkasi deb hisoblaymiz. Bu o'lkada millatchi Xitoy hukumati xalqni tarixda misli ko'rilmagan darajada xo'rlag'achqa inqilob portiladi. Bu milliy inqilobga asosliq yordamni biz berdik. Biz yordam qilmagan bo'lsak, bu inqilob g'alaba qila olmaydi. Xinjiangda 3 viloyat ozod bo'ldi. 11 moddalik bitim imzolandi. Bu ishlarning hammasida bizning yordamimiz asosiy o'rin tutadi. Qisqasi, Uyg'urlar nimani talab qilsa, biz shu talablarni to'liq qondirdik. Ko'p qon to'kildi. Mushundaq ekan, Xinjiangning Xitoyning ayrilmas o'lkasi degan masala o'ttirib qo'yilsa, e'tiroz bildirish hech qanday foyda bermaydi. Yangi Xitoy Xinjiang xalqlarining baxtiyor kelajagi uchun rahnoma bo'lg'usidir. Rus vakilidan keyin Qozoq vakil qo'shimcha qilib, Ikkinchi dunyo urushini ta'min etgan Sovet xalqi tinch hayotga o'tdi. Xitoy ozodlik urushimi uzoq davom qilib, oxir g'alaba qildi. Xitoy xalq hokimiyati, ya'ni Xinjiang xalqining orzu-armonlarini qondiradiganligiga ishonish kerak. Bu demak, ya'ni Xinjiang Xitoyning ayrilmas g'arbiy o'lkasi degan tuyg'uni onga singdirib, do'stlikni kuchaytirish zarur demak. Xitoy ulug' millat, ayni vaqtda aka millatdir. Qozoq rahbarining so'zi oyoqlashishi bilan Ahmadjon Qosimiy o'zini Sharqiy Turkiston xalqining pok niyatlik farzandi sifatida tanib, Uyg'urlarning shonliq tarixi, madaniyati, til, yoziqi va adabiyoti 2 asrdan buyon sistemalik holda buzg'unchilikqa uchrab, xalqning e'tiqodi bo'g'ib tashlanganligi haqida paketlarni qo'yib turib so'zlab ketdi. Davlat boyligining talon-taroj qilinganligi, gunohsiz dillarga tig' sanjilganligi, shafqatsiz, rahimsiz shayton la'in qiyofatidagi bosqinchilarning Sharqiy Turkistonni, ya'ni Xinjiang, yangi tepilgan yer, yangi o'lka deb
oqibat mustamlikchilik siyosatini qonunlashtirganligi haqida qaynab teshib so'zlab ketdi. Ahmadjon Qosimning iztirobga to'lgan qalbida mardona kurash qilish g'oyasi mustahkam edi. Rus vakil Ahmadjon Qosimning so'zini keskin savol bilan bilib tashladi. Siz, ya'ni Şinjan atalg'usini iste'molga kirgizgan edingiz-ku. Şinjanda tinchlik va xalqchilikni himoya qilish ittifoqini siz qurgan edingiz-ku. Mən G'uljidagi Sovet bosh elchisi Dobashinning qat'iy talabi va buyrug'i bilan shundoq nom qo'llanishga majbur bo'lganman. Agar buyruqni bijo keltirmasam, hayotim xavf ostida qoladi. Buni men tushunib yetmagan. Ya'ni Şinjan bo'lsin, lekin vatanning ozodlik yo'lidagi g'oyaviy niyatlarimiz barbod bo'lmasin degan maqsadda, ya'ni ittifoqni tashkil qildim. Shaklda emas, asosiy mazmunda cho'ng ishlarni amalga oshirishga kirishdim. Shu daqiqada general-leytenant Isoqbek Mununov qaynab o'rnidan turib ketdi. Sharqiy Turkistonning har fuqarosining g'oya, fikr va qarashlari o'xshashdir. Ana shu ittifoqqa uyushganlar askarlardir. Bu ittifoq kelgusida Xalq ozodlik partiyasiga aylang'usi. Shu vaqtda militarist qo'mondan Zozongtang tarafidan qo'yilgan Şinjan degan ism o'zligidan tarixdan o'chidi. Bas, dedi Moskva vakilining jahli chiqib. Sapsatvozlig'inglarni yig'ishtiringlar. Şinjanda milliy inqilobni biz boshlab bergan. Uning natijasini biz chiqaramiz. Bizning fikrimizga qarshi chiqish yo'qolish demakdir. Siz Ahmadjon Qosimi Sovet ittifoqi tarbiyasini ko'rgan. Moskvada maxsus kursini tamomlagan. Ulug'vor maqsadlarda xizmat qilishni sharaf deb qasam qilganligingizni astin chiqaryapsiz. Hozirgi vaziyat siz uchun haqiqiy imtihon, sinoqdir. Ahmadjon Qosimi qat'iy va dodillik bilan javob berdi. Inson qitib qoladigan bir muqomda ish ko'radigan mashina emas. Sovet tarbiyasini ko'rgunim rost. Sovet ittifoqi va uning tashqi siyosati uchun xizmat qilmoqchi bo'lganligim rost. Men buni hayotim tarixidan o'chirolmayman. U vaqtlarda xarob bo'lgan davlat Sharqiy Turkistonning ovozi ichiga cho'kkan edi. Butun atrofni qo'rqitish, iztirob, tashvish, umidsizlik chulg'ab olgan edi. Amaldorlardan qo'rqish, jasus jallatlardan qo'rqish, hokimiyat va tuzumdan qo'rqish, chet el odamlaridan qo'rqish dahshat solatdi. Sharqiy Turkiston xalqining ko'zlaridagi nur, qalbidagi qudrat, tilidagi erkinlik, dilidagi jur'at, e'tiqodidagi ishonch sungan edi. Mamlakat xalq Allohdan boshqa hech narsaga ishonmas edi. Men Sharqiy Turkistonga qadam qo'yganimda tarixda hech ko'ralmagan fojialarga guvoh bo'ldim. Turkumlab tutqun qilishlar, qotillik, surgun qilishlar avj olgan edi. Qalbim o'rtandi, g'azab nafratim qaynab toshdi. Xalqqa faqat ozodlik, mustaqillik kerak edi. Buning uchun jonni olqonga ilib qo'yib, mardona kurash qilishdan boshqa hech yo'l yo'q edi. Shundoq kurash milliy ozodlik inqilobi nelqidan portildi. Millatchi Xitoy ko'plagan qurolliq kuchga ega bo'lsa-mu, xalqning g'azabiga qarshi tura olmadi. Mana bu inqilob meni tarbiyaladi, o'zgartib tashladi. 1947-yili Sharqiy Turkistonning ko'plagan shahar, yezlarini orlab chiqdim. Xalqning qalbiga quloq soldim. Asrlik zulmning fojialari mening e'tiqodimni-mu, tushunchimni-mu tubdan o'zgartib tashladi. O'tmishdagi qarashlarim tubdan o'zgarib, hayotga butunlay boshqacha qarashga majbur bo'ldim. Men Sharqiy Turkistonning ulug'vor g'oyalik bir farzandi bo'ldim. Amdilikda bu g'oyadan voz kechish xoinlikdir. Grozin shoiri Taras Shevchenko, ya'ni
kimning o'z ana yurtiga muhabbati bo'lsa, uning qalbi meyipdinmi qashshaqdir degan. Bu so'zni aslash to'g'ridir. Rus vakil: "Bas, Isoqbek ishqinglar bilan alohida so'zlashimiz. Siz general mayor yo'ldosh Dalilqon aytingchi, Şinjan Xitoyning ayrilmas o'lkasi degan masala qo'yilsa, qanday fikrda bo'lasiz?" General Dalilqon: "Men Ahmadjon Qosimini qo'llayman. Bizning g'oyaviy niyatlarimiz bir va o'zgarmasdir." Rus vakilining ko'zlari chaqnab ketgandek bo'ldi. Qani ko'rimiz. Yo'ldosh Abbasov, siz nima deysiz? Yangi Xitoy Xalq Jumhuriyati bir butun davlatni demokratik asosda qayta quradi ekan. Şinjan Xitoyning bir o'lkasi bo'lgan holda avtonomiya ta'min etilsa, ayni muddao bo'ladi. Abbasovning javobidan Rus vakilining yuziga tabassum yugurdi. Siz yo'ldosh Luji fikringizni bayon qilsangiz. Men yo'ldosh Abbasovni quvvatlayman. Şinjandagi Xitoy Kommunistlar Partiyasi tashkilotining asosiy maqsadi shu. Ma'qul fikr, dedi. Rus vakil va Ahmadjon Qosimovning yonida nimanidir bir narsani sumkasidan ilayotgan G'ani Kerimovga ko'zi tushib, "Takabburona, sizning fikringizni-mi bilaylik-ku", dedi. Rus vakil bu esil sifat kam so'z yigitning nomini tilga olmasdan ko'ziga tikilib turib oldi. O'qimishliq G'ani Kerimov salmoqliq bilan dona so'zlab javob berdi. Sharqiy Turkiston bashariyat aql chashmasi ko'z ochgan. Buyuk allomiylar, mutafakkirlar, shoir, yozuvchilar, donishlar, san'atkorlar, sha'nu shavkat topgan avliyolar davlatidir. Dünya madaniyati tarixida uning o'rni alohidadir. Shuning uchun o'z mustaqilligini saqlab qolishi, o'ziga o'zi hokim bo'lishi kerak. Chetga beqinib yashash amdi mumkin emas. Ijtimoiy ong uyg'ondi. Men Ahmadjon Qosimini qo'llayman. Rus vakil: "Bu shumtakni Ahmadjon Qosimi behuda agashtirib yurmagan ishkanda", degan xiyoliga kelib qoldi. Vaqaning ahvolidan bir xulosaga kelgan Rus vakil Abdurashid Iminovdan fikr so'rashdan voz kechdi. Cho'ng suiqasd. Kommunist Xitoy Gongchandang millatchi Xitoy Gomindangni mag'lub qilib, Xitoy zaminini hokimiyati ostiga olgandan keyin 1949-yili 10-oyning 1-kunini Xitoy Xalq Jumhuriyatining qurilish kuni qilib e'lon qiladi. 8-oyning 11-kuni G'ulji shahridagi Sovet ittifoqi elchixonasining bosh elchisi Dobashin Rais Cumhur Ahmadjon Qosimini elchixonaga chaqirib, "Siz boshliq vakillarning 10-oyning 1-kuni Xitoyning Beyjingda ochiladigan qurultayga qatnashish uchun Mao Zedong bilan Stalin janoblarining taklif uqtirishlarini topshirib olg'aysiz", deydi va mangadigan tarixini mu qo'shib qo'ydi. 1949-yili 8-oyning 22-kuni Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining Rais Jumhuri Ahmadjon Qosimi, Isoqbek Mununov, Dalilqon Sugurbayev, Abdukerim Abbasov, Abdurashid Iminov, G'ani Kerimov, Ahmadjon Qosimining muhofizachisi Osmonjon qatorliq 7 nafar vakil va Loji ismli bir kommunist Xitoy tarjimon 8 kishi bilan mashinaga o'ltirib, Sovet chegarasidan o'tib, Qozog'istonning markaziy Olmutoga yetib boradi. Ahmadjon Qosimi qatorliq rahbarlar Olmutoga yetib borgandan keyin 8-oyning 24-kuni atdigan Sharqiy Turkiston vakillari bilan suhbat o'tkazadigan bir Rus va bir nafar qozoq vakil Moskvadan aeroplan bilan yetib keladi. Ikki taraf o'ttirisidagi suhbat hashamatlik bir binoning 2-qavatida ilib beriladi.
Bu söhbətdə Sovet casusluq idorasining xodimlari tarafidan Bishkekdan maxsus elib kelingan Hakim Jabbarovich ismli bir Uyg'ur tarjimonlik qiladi. Söhbət boshlanadi. Rus vakil Yangi Xitoy vakillari bilan kelishimga asosan bu vakillar Beyjingga berib, birinchi navbatlik siyosiy maslahat kengashiga qatnashishi kerak. Bu kengashda kun tartibga qo'yiladigan masalalar va shu masalalarga bizning munosabatimizning qandoq bo'lishi haqida bir fikrga kelishimiz kerak. Men ulug' doimiz yo'ldosh Stalinning ko'rsatmalarini bajarish vakolatchisi bo'laman. Shu narsa bizga ma'lumki, siyosiy maslahat kengashida Xitoy Xalq Jumhuriyatining e'lon qilinishi va Xitoy chegarasining bir butunligi asosiy masala bo'ladi. Vakillarimiz bu haqdagi qarashlarini, munosabatlarini bayon qilishi va nihoyat Moskvaning pozitsiyasini asosiy dastur qilishimiz shart va lozim. Tarjimon bu so'zlarni birma-bir tarjima qilib beradi. Ahmadjon Qosimiy va G'ani Kerimovlar tarjimaga ehtiyoji tushmagan holda bir narsalarni xotirlab o'ltirdi. Abdukarim Abbasov qilingan tarjimani Loji degan Xitoyga Xitoycha yetkazdi. Rus vakil Qani yo'ldosh Ahmadjon Qosimov, aytingchi, siyosiy maslahat kengashida Xinjiang Xitoyning ayrilmas o'lkasi degan tezis o'ttirib qo'yilsa, qandaq ifode bildirsiz? Ahmadjon Qosimiy hur, mustaqil Sharqiy Turkiston da'vogari sifati bilan ichki tuyg'ularini aniq va ochiq izhor qiladi. Sharqiy Turkistonga mustaqil, o'z-o'zini boshqarish huquqi berilishi. Bu huquqni siyosiy maslahat kengashi e'tirof qilishi shart. Rus vakiliga Ahmadjon Qosimiyning so'zlarining mutlaq ma'qul tushunmaganligini uning qiyofatidan, qo'lidagi qalamini ustalga urib turishidan bilgili bo'ladi. Rus vakili o'zini mag'rur tutgan holda so'z boshlaydi. Ulug' vatan urushida Gitler fashizmni yanjib tashladik. Xitoyga qarshi urush qilgan va bizga jiddiy xavf tug'dirgan Yapon militarizmini taslim qildirdik. Yangi Xitoyning ozodligi va bir butunligi hozirgi davrning eng zo'r talabidir. Tarixda Xinjiang g'arbiy o'lka Xitoyning g'arbiy o'lkasi deb qayd qilinganligini inkor qilib bo'lmaydi. Biz Xinjiang Xitoyning ayrilmas o'lkasi deb hisoblaymiz. Bu o'lkada millatchi Xitoy hukumati xalqni tarixda misli ko'rilmagan darajada xo'rlig'achqa inqilob portiladi. Bu milliy inqilobga asosliq yordamni biz berdik. Biz yordam qilmagan bo'lsak, bu inqilob g'alaba qila olmaydi. Xinjiangda 3 viloyat ozod bo'ldi. 11 moddalik bitim imzolandi. Bu ishlarning hammasida bizning yordamimiz asosiy o'rin tutadi. Qisqasi, Uyg'urlar nimani talab qilsa, biz shu talablarni to'liq qondirdik. Ko'p qon to'kildi. Mushundaq ekan, Xinjiangning Xitoyning ayrilmas o'lkasi degan masala o'ttirib qo'yilsa, e'tiroz bildirish hech qanday foyda bermaydi. Yangi Xitoy Xinjiang xalqlarining baxtiyor kelajagi uchun rahnoma bo'lg'usidir. Rus vakilidan keyin qozoq vakil qo'shimcha qilib, Ikkinchi dunyo urushini ta'min etgan Sovet xalqi tinch hayotga o'tdi. Xitoy ozodlik urushimi uzoq davom qilib, oxir g'alaba qildi. Xitoy xalq hokimiyati, ya'ni Xinjiang xalqining orzu-armonlarini qondiradiganligiga ishonish kerak. Bu demak, ya'ni Xinjiang Xitoyning ayrilmas g'arbiy o'lkasi degan tuyg'uni onga singdirib, do'stlikni kuchaytirish zarur demak. Xitoy ulug' millat, ayni vaqtda aka millatdir. Qozoq rahbarining so'zi oyoqlashishi bilan Ahmadjon Qosimiy o'zini Sharqiy Turkiston xalqining pok niyatlik farzandi sifatida tanib, Uyg'urlarning shonliq tarixi, madaniyati, til, yoziqi va adabiyoti 2 asrdan buyon sistemali holda buzg'unchilikqa uchrab,
xalqning e'tiqodi bug'ib tashlanganligi haqida paketlarni qo'yib turib so'zlab ketdi. Davlat boyligining talon-taroj qilinganligi, gunohsiz dillarga tig' sanjilganligi, shafqatsiz, rahimsiz shayton lain qiyofatidagi bosqinchilarning Sharqiy Turkistonni, ya'ni Şinjan, yangi tepilgan yer, yangi o'lka deb oqibat mustamlikchilik siyosatini qonunlashtirganligi haqida qaynab teshib so'zlab ketdi. Ahmadjon Qosimning iztirobga to'lgan qalbida mardona kurash qilish g'oyasi mustahkam edi. Rus vakil Ahmadjon Qosimning so'zini keskin savol bilan bo'lib tashladi. Siz, ya'ni Şinjan atalg'usini iste'molga kirgizgan edingiz-ku. Şinjanda tinchlik va xalqchilikni himoya qilish ittifoqini siz qurgan edingiz-ku. Men G'uljidagi Sovet bosh elchisi Dobashinning qat'iy talabi va buyrug'i bilan shundoq nom qo'llanishga majbur bo'lganman. Agar buyruqni bija keltirmasam, hayotim xavf ostida qoladi. Buni men tushunib yetmagan. Ya'ni Şinjan bo'lsin, lekin vatanning ozodlik yo'lidagi g'oyaviy niyatlarimiz barbod bo'lmasin degan maqsadda, ya'ni ittifoqni tashkil qildim. Shaklda emas, asosiy mazmunda cho'ng ishlarni amalga oshirishga kirishdim. Shu daqiqada general-leytenant Isoqbek Mununov qaynab o'rnidan turib ketdi. Sharqiy Turkistonning har fuqarosining g'oya, fikr va qarashlari o'xshashdir. Ana shu ittifoqqa uyushganlar askarlardir. Bu ittifoq kelgusida Xalq ozodlik partiyasiga aylang'usi. Shu vaqtda militarist qo'mondan Zozongtang tarafidan qo'yilgan Şinjan degan ism o'zligidan tarixdan o'chidi. Bas, dedi Moskva vakilining jahli chiqib. Sapsatvozlig'inglarni yig'ishtiringlar. Şinjanda milliy inqilobni biz boshlab bergan. Uning natijasini biz chiqaramiz. Bizning fikrimizga qarshi chiqish yo'qolish demakdir. Siz Ahmadjon Qosimi Sovet ittifoqi tarbiyasini ko'rgan. Moskvada maxsus kursini tamomlagan. Ulug'vor maqsadlarda xizmat qilishni sharaf deb qasam qilganligingizni astin chiqaryapsiz. Hozirgi vaziyat siz uchun haqiqiy imtihon, sinoqdir. Ahmadjon Qosimi qat'iy va dodillik bilan javob berdi. Inson qitib qoladigan bir muqomda ish ko'radigan mashina emas. Sovet tarbiyasini ko'rgunim rost. Sovet ittifoqi va uning tashqi siyosati uchun xizmat qilmoqchi bo'lganligim rost. Men buni hayotim tarixidan o'chirolmayman. U vaqtlarda xarob bo'lgan davlat Sharqiy Turkistonning ovozi ichiga cho'kkan edi. Butun atrofni qo'rqitish, iztirob, tashvish, umidsizlik chulg'ab olgan edi. Amaldorlardan qo'rqish, jasus jallodlardan qo'rqish, hokimiyat va tuzumdan qo'rqish, chet el odamlaridan qo'rqish dahshat solatdi. Sharqiy Turkiston xalqining ko'zlaridagi nur, qalbidagi qudrat, tilidagi erkinlik, dilidagi jur'at, e'tiqodidagi ishonch sungan edi. Mamlakat xalq Allohdan boshqa hech narsaga ishonmas edi. Men Sharqiy Turkistonga qadam qo'yganimda tarixda hech ko'ralmagan fojialarga guvoh bo'ldim. Turkumlab tutqun qilishlar, qotillik, surgun qilishlar avj olgan edi. Qalbim o'rtandi, g'azab nafratim qaynab toshdi. Xalqqa faqat ozodlik, mustaqillik kerak edi. Buning uchun jonni olqonga ilib qo'yib, mardona kurash qilishdan boshqa hech yo'l yo'q edi. Shundoq kurash milliy ozodlik inqilobi nelqidan partildi. Millatchi Xitoy ko'plagan qurolli kuchga ega bo'lsa-mu, xalqning g'azabiga qarshi tura olmadi. Mana bu inqilob meni tarbiyaladi, o'zgartib tashladi. 1947-yili Sharqiy Turkistonning ko'plagan shahar, yezlarini orlab chiqdim. Xalqning qalbiga quloq soldim. Asrlik zulmning fojialari mening e'tiqodimni-mu,
tushunchimni tubdan o'zgartib tashladi. O'tmishdagi qarashlarim tubdan o'zgarib, hayotga butunlay boshqacha qarashga majbur bo'ldim. Men Sharqiy Turkistonning ulug'vor g'oyalik bir farzandi bo'ldim. Amdilikda bu g'oyadan voz kechish xoinlikdir. Grozin shoiri Taras Shevchenko, ya'ni kimning o'z ona yurtiga muhabbati bo'lsa, uning qalbi miyibdinmi qashshoqdir degan. Bu so'zni aslash to'g'ridir. Rus vakil: "Bas, Isoqbek ishqinglar bilan alohida so'zlashimiz. Siz general mayor Yo'ldosh Dalilqon aytingchi, Şinjan Xitoyning ayrilmas o'lkasi degan masala qo'yilsa, qanday fikrda bo'lasiz?" General Dalilqon: "Men Ahmadjon Qosimini qo'llayman. Bizning g'oyaviy niyatlarimiz bir va o'zgarmasdir." Rus vakilining ko'zlari chaqnab ketgandek bo'ldi. Qani ko'rimiz. Yo'ldosh Abbasov, siz nima deysiz? Yangi Xitoy Xalq Jumhuriyati bir butun davlatni demokratik asosda qayta quradi ekan. Şinjan Xitoyning bir o'lkasi bo'lgan holda avtonomiya ta'min etilsa, ayni muddao bo'ladi. Abbasovning javobidan Rus vakilining yuziga tabassum yugurdi. Siz yo'ldosh Luji fikringizni bayon qilsangiz. Men yo'ldosh Abbasovni quvvatlayman. Şinjandagi Xitoy Kommunistlar partiyasi tashkilotining asosiy maqsadi shu. Ma'qul fikr, dedi. Rus vakil va Ahmadjon Qosimining yonida nimanidir bir narsani so'mkasidan elayotgan G'ani Kerimovga ko'zi tushib, "Takabburona, sizning fikringizni-mi bilaylik-ku", dedi. Rus vakil bu esil sifat kam so'z yigitning nomini tilga olmasdan ko'ziga tikilib turib oldi. O'qimishliq G'ani Kerimov salmoqliq bilan dona so'zlab javob berdi. Sharqiy Turkiston bashariyat aql chashmasi ko'z ochgan. Buyuk allomiylar, mutafakkirlar, shoir, yozuvchilar, donishlar, san'atkorlar, sha'nu shavkat topgan avliyolar davlatidir. Dunyo madaniyati tarixida uning o'rni alohidadir. Shuning uchun o'z mustaqilligini saqlab qolishi, o'ziga o'zi hokim bo'lishi kerak. Chatga biqinib yashash amdi mumkin emas. İjtimoiy ong uyg'ondi. Men Ahmadjon Qosimini qo'llayman. Rus vakil: bu shumtakni Ahmadjon Qosimi behuda agashtirib yurmagan ishkanda, degan xiyoliga kelib qoldi. Voqeaning ahvolidan bir xulosaga kelgan Rus vakil Abdurashid Iminovdan fikr so'rashdan voz kechdi. U Abdukerim Abbasovning javobidan keyin Ahmadjon Qosimini, ya'ni shu qatorda Isoqbek va Dalilqonni hozirgi vaziyatning ravojidan orqada qolgan, uzoq kelgusiga qarab to'g'ri xulosa chiqara olmaydigan kaltipam shaxslar sifatida ayblashga, hatto haqoratlashga o'tdi. Osh bergan qozonga tükürmaslik kerak. Sovet ittifoqi jahonda birinchi sotsialistik qudratli davlat. Sizlar kimsizlar? Bitayin Ahmadjon Qosimining quruq sapsatlarga usul o'ynaganlar Sovet hukumatining ulug' doimiz Stalinning nafratiga uchraysizlar. Bu gunohni hech qachon kechira olmaymiz. Ya'ni Şinjan xalqi va uning rahbarlari yangi Xitoy hukumatini tan ilib, uning rahbarligida o'z baxtini topmoqi kerak. Buyuk Xitoysiz baxtiyor kelajak bo'lmaydi. Sovet Xitoy do'stligi shu maqsadlarda tikilgan. Rus vakilining so'zi tugamayla Ahmadjon Qosimi so'zlab ketdi. Sharqiy Turkistonning jahon madaniyati tarixdagi o'rnini saqlab qolish, mustaqil taraqqiy qilishni ta'minlash, sha'nu shuhratini tiklash, ayni vaqtda sotsializm qurish bizning ayni muddaoyimizdir. Buyuk Xitoysiz baxtiyor kelajak bo'lmaydi.
yoki Sharqiy Turkiston Jumhuriyati Xitoysiz nafas ololmaydi deyish Leninizmga zid qarashdir. Lenin o'z taqdirini o'zi belgilash shuarini o'ttirib qo'ygan edi-ku. Rus vakilining jahli chiqib ustalni urishga boshladi. Buyuk dahimiz Lenin, ya'ni Sharqda buyuk Xitoy bilan do'st bo'lmay turib, jahon sotsializmini qurg'ili bo'lmaydi degan. Senlar Leninizmni chalipula o'ginib olibla cho'qan ko'tirishamsan? Vaqalik bilan hisoblashmaslik Leninizmga mutlaqo zid. Gap tamom. Rus vakil o'rnidan turib uyoq bu yoqqa mengishga boshladi va Moskvaning so'zidan chiqmaslikqa, Moskva bilan nafas elishga da'vat qildi. Da'vat qildila emas, majburladi. Atdigan soat 10 da boshlagan suhbat kech soat 22 gacha keskin davom qildi. Do'q qilishlar, qo'rqitishlar, kamsitishlar Ahmadjon Qosimini o'z fikridan, g'oyasidan qaytara olmadi. Ahmadjon Qosimi qatorliq vakillar bu g'ayri qonuniy so'roqda qilchimi cho'chib ketmadi. Qanchalik malomat, qanchalik haqorat bo'lishidan qat'iy nazar, boshdan oxir g'oyasida dodil turdi. Mustaqillik davosidan qat'iylik bilan voz kechmadi. Xun rezlik degan kitobda xotirlangan suhbat yuqorqilardan iborat. Sobiq Sovet ittifoqi va Xitoy hukumati Ahmadjon Qosimi qatorliq Sharqiy Turkiston Jumhuriyati raislarining 1949-yili 8-oyning 22-kuni Beyjingga suhbatga berish uchun yo'lga chiqib, 8-oyning 27-kuni Rossiyaning Sibiriya rayonidagi Bayqal ko'li atrofida aeroplan qazosida o'lganligini ilgari surib keldi. Ahmadjon Qosimlarning jasadi deyilgan jasadlar 1950-yili 3-oyning 15-kuni G'ulji shahriga og'ir musibat ichida elib kelingan. Lekin mutlaq ko'p qism Uyg'urlar ularning aeroplan qazosida o'lganligiga bugungacha izchil gumon bilan qarab kelmoqda. 1991-yil sobiq Sovet ittifoqi parchalangandan keyin Rossiya nurg'un arxivlarini oshkorladi. Lekin Ahmadjon Qosimlarning aeroplan qazosiga doir arxivlar yanada oshkorlanmadi. Qozog'istonlik Uyg'ur tarixchi, siyosatchi, professor Qahramon G'o'janberdi 1945-yili 1-oyning 5-kuni e'lon qilgan 9 moddalik xitobnoma asosan Ahmadjon Qosimi tarafidan yozilgan. Chunki 1944-yili Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz klubida e'lon qilingan 5 moddalik mustaqillik xitobnomasi to'liq emas bo'lib, Ahmadjon Qosimi xitobnomaga Sharqiy Turkiston territoriyasida xitob mustamlikka tuzumini tal-to'kis barbod qilib, mustaqil davlat qurish ideyasini kirgizgan. Ularning Moskvaga opirib o'ltirilishining sababimi mustaqillikda ching turganligi uchun edi, deydi. Sabit Abdurahmon, ya'ni 1928 dan 2005gacha ya'ni Uyg'ur Noma degan kitobida Ahmadjon Qosimi ustida to'xtalib, Ahmadjon Qosimi milliy mustaqillik g'oyasiga ega haqiqiy inqilobchi edi. U mushu maqsadga yetish yo'lida qo'lidan kelishicha tirishib baqqan bo'lsa-mu, birinchidan millatchi Xitoy Gomindang hukumati bilan tuzilgan 11 moddalik tinchlik kelishimning put qo'lini tushab qo'ygan. Ikkinchidan Stalin hukumati Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini allaqachon kommunist Xitoy Gongchandanga setivetgan. Şoňa Ahmadjon Qosimining bu jarayonni keyiniga qaytirish mumkin bo'lmadi. Shuning uchun Ahmadjon Qosimining 1949-yili 8-oyning 17-kuni Sovet hukumatining boshlig'i Stalinga yozgan maktubi javobsiz qoldi, deb yozgan.
Aslida Ahmadjon Qosimiy bosh bo'lgan hukumat vakillari ro'yxatini G'uljidagi Sovet elchisi hay'ati tuzgan bo'lib, ularni Beyjingdan Mao Zedongdan telegramma elishi bilanla Almatoga avatidi. Bu vaqalikdan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumati va uning riyosati xabarsiz qoladi. Agar Beyjingga vakil avatish zarur deb qaralsa, uni hukumat riyosati yig'inida o'ttirg'i qo'yib muzokara qilib, tasdiqdan o'tishi shart va zarur edi. Ammo undaq bo'lmaydi. Ularning bundaq yo'lga chiqishi xato edi. Agar qurultay uchun Beyjingga bormoqchi bo'lsa, Sovet ittifoqining zimini bilan emas, Urumchi, Xi'an yo'li bilan mangsa yaqin va oson edi. Chunki 1946-yili 11-oyda Nanjingda ochilgan millatchi Xitoyning qurultiyiga Ahmadjon Qosimiy, Abbasovlar G'ulja Urumchi, Xi'an havo yo'li bilan borgan edi-ku. Ahmadjon Qosimiy qatorliq rahbarlarining bir kechadala qayerlargadir ilib ketilganligini bayqagan ba'zi mas'ul xodimlar va xalq mo'tavarlari ularning derigini qilgan. Bu vaqtda Sayfiddin Azizi o'ttirg'i chiqib, ularning savollariga, ya'ni Ahmad apandimlar 6 oyga xizmat tekshirgili ketdi, deb javob bergan. Ahmadjon Qosimlar qazoga uchrab 7-kuni, ya'ni 9-oyning 3-kuni poytaxt G'ulji shahridagi Sovet elchixonasi Sayfiddinni chaqirtib, qazo xabarini yetkazgan. Sayfiddin Azizi bu xabarni qat'iy maxfiy tutgan. Sayfiddin 9-oyning 5-kuni Toji, Olimjon, Joni qatorliq 3 kishini elib, 4 kishilik bir guruh bo'lib, intayin maxfiy holda yo'lga chiqib, Beyjingga borgan va kommunist Xitoyning boshlig'i Mao Zedong, Zhu Enlailar bilan ko'rishgan. Shunda qilib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyati davlati 1-nomerlik milliy munofiq Sayfiddin Azizi tarafidan kommunist Xitoylarga setilgan. Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining rais jumhuriy marhum Ahmadjon Qosimiy qazoga uchradi deyilgan. 1949-yili 8-oyning 27-kuni texi 35 yoshda edi.